Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun 19-iyun 2025-yil Xorazm viloyati Yangibozor tumani Bog'alon mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Baraka Baltimore fermer xo'jaligi dalasidamiz. Ushbu dalada tuproqqa ishlov bermasdan, yerga ishlov bermasdan to'g'ridan to'g'ri ekish texnologiyasini qo'llagan holda g'o'za ilk bor ekilgan. G'o'za bu yerda bilasizlar, kuzgi shudgor va bahorgi shudgor bo'ladi. O'sha bahorgi shudgor qilinmagan va bahorda o'sha shudgor qilinmagan joyga to'g'ridan to'g'ri ekish texnologiyasini qo'llagan holda g'o'za ekilgan. Mana g'o'zani hozirgi paytdagi ahvolini ko'rsak bo'ladi. Hozirgi ahvoli mana bugun 19-iyun bo'ladigan bo'lsa juda ham yaxshi. G'o'zamiz shonalashdan chiqib endi gullashga kiryapti. Ancha gullagan nimalarni ham ko'rsak bo'ladi. Demak, yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasi endi O'zbekiston sharoitida paxtaga ham, g'o'zaga ham yetib keldi. G'o'zani ham shu texnologiya asosida yetishtirish imkoniyati bo'lyapti. Barchaga katta rahmat aytib qolamiz. Izohlarni qoldiring, izohlarga to'liq javob berishga harakat qilamiz.